kutilmaganda uyingizga birdaniga trekkerda ikkita mehmon kelgan paytda to'shakchani qayerga solishni bilasan, mashinani tomiga shunday tashlab turib, mehmonlar chiqinglar deyishlar darrov o'tdi. Bundan chiqadigan bo'lsa qiyinchilik bo'ladi. Tepada yomg'ir yog'sa uvib ketadi, quyosh nurida sarg'ayib ketadi. Do'stlar, mebellar shuni arzon topib qo'ydim. Qaranglar, ham divan bo'ladi, ham kreslo bo'ladi. Shunday ochasiz, mana joylarim ochiladi, bolishchalari bo'ladi. Shunday olib qo'yadigan bo'lsa, divan holati aylanadi. Narxi 2 million 300 ming so'mga olsalar ham bo'ladi. Bunisi 2 million 700 ming so'mga. Ikkita bolishchalar bilan birgalikda mana do'stlar qaranglar, zo'ridan bo'ladi. Ham divan, ham mebel holatida foydalansalar ham bo'laveradi. Joylaring tor bo'lsa ham imminni mana shundan olinglar do'stlar, qaranglar. Eng zo'rlarini topib qo'ydim. Andijon Shahrixondan bo'ladi. Mana mebelimiz atiga 6 million so'mga bosib yuborasizlar. Juda ham zo'r mehmonxonalar uchun zo'r bo'ladi. 4 million 600 ming so'mga mana shu mebelni olsalar ham bo'ladi. Ikkita yonida mana bu aylangan mebellari bilan, ikkita pufigi bilan bemalol olsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari mana mebelimiz 3 million 900 ming so'm do'stlar. Mana bunisi 3 million 100 ming so'm, mana bunisi esa 3 million 700 ming so'm. Narxlar juda ham arzon. Bemalol bozor surishtiringlar. Bundan arzon menimcha topa olmaysizlar. Narxlar suv tekin ekan. Manzil Andijon Shahrixondan bo'lyapti. Ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol zakaz qilaverasizlar.